Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingda Surxondaryo viloyat jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlari tomonidan 2025-yilning 1-cho'ragi davomida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi, ya'ni mayda bezorilik bilan bog'liq ko'rib tamomlangan ishlar yuzasidan ma'lumot berib o'taman. Mayda bezorilik bu jamoat joylarida uyatli so'zlar bilan so'kinish, fuqarolarga haqoratomuz shilqimlik qilish hamda jamoat tartibini va fuqarolarning osoyishtaligini buzuvchi shu kabi boshqa xatti-harakatlarda ifodalangan jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik alomatlari mavjud bo'lsa, huquqbuzarlik alomatlari yuzaga kelishi tushuniladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilning 1-cho'ragida jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlari tomonidan jami 966 nafar shaxsga nisbatan 572 ta mayda bezorilik bilan bog'liq ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlar ko'rib tamomlangan. Shundan 462 nafar shaxsga nisbatan 320 ta ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlar bo'yicha jazo tayinlangan. Ushbu ishlardan 262 nafar shaxslarga nisbatan jarima jazosi tayinlangan bo'lsa, 200 nafar shaxslarga nisbatan esa ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Yuqorida aytib o'tilgan jazo qo'llanilgan shaxslarning 77 nafariga esa O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 33-moddasi qo'llanilib jazo tayinlangan. Bundan tashqari, joriy yilning 1-cho'ragida ko'rilgan ishlardan 250 ta ma'muriy ish bo'yicha 504 nafar shaxslarga nisbatan bo'lgan ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlar harakatdan tugatilgan. Shundan 70 nafari ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 21-moddasiga asosan ogohlantirib javobgarlikdan ozod etilgan. 14 nafari ushbu kodeksning 271-moddasining 1-bandi, 6 nafari esa ushbu kodeksning 271-moddasi 7-bandi va 414 nafar shaxslar esa ushbu kodeksning 271-moddasi 10-bandi prim 1 moddasiga asosan harakatdan tugatilgan. Mazkur turdagi huquqbuzarlikni sodir etganligida aybli deb topilgan shaxslar tahlil qilinganda 219 nafari ayollarni tashkil etgan bo'lsa, 747 nafari esa erkaklarni tashkil etgan. Shuningdek, huquqbuzarlikni sodir etgan shaxslarning yoshi tahlil qilinganda 2 nafari 18 yoshgacha, 373 nafari 18 yoshdan 30 yoshgacha, 561 nafari 31 yoshdan 59 yoshgacha va 30 nafari esa 60 yoshdan oshgan shaxslarni tashkil qilgan. Shu kabi ushbu turdagi huquqbuzarlikni sodir etgan shaxslarning fuqaroligi tahlil qilinganda quyidagilar ma'lum bo'ldi. Ya'ni 961 nafari O'zbekiston fuqarosi, 4 nafari chet davlat fuqarosi va 1 nafari fuqaroligi bo'lmagan shaxslardir. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan shaxslarning 36 nafari muqaddam javobgarlikka tortilgan bo'lib, shundan 4 nafari esa aynan mana shu turdagi huquqbuzarlikni sodir etgan shaxslardir. Sud qarorlarining yuqori instansiyalarda ko'rilishi yuzasidan quyidagilarni bildirib o'taman. 2025-yilning 1-cho'ragida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasiga asosan ko'rilgan ishlarning yuqori instansiyalarda, ya'ni apellyatsiya va kassatsiya instansiyalarida jami 30 nafar shaxsga nisbatan 25 ta ish ko'rib tamomlangan. Shundan 9 nafar shaxsga nisbatan 9 ta ma'muriy ish bo'yicha sud qarorlari o'zgarishsiz qoldirilgan bo'lsa, 19 nafar shaxsga nisbatan 10 ta ish bo'yicha sud qarorlari o'zgartirilgan. Bundan tashqari yana bir holat, ushbu davrda mayda bezorilik bilan ko'rilgan huquqbuzarliklarni keltirib chiqargan sabab va shart-sharoitlari tahlil qilinganda 101 nafar shaxsga nisbatan 65 ta huquqbuzarlik ishi bo'yicha oilaviy kelishmovchiliklar negizida, 76 nafar shaxsga nisbatan bo'lgan 53 ta huquqbuzarlik ishi bo'yicha jabrlanuvchi bilan huquqbuzarning o'rtalarida mavjud adovat zamirida va 789 nafar shaxsga nisbatan 454 ta huquqbuzarlik ishi bo'yicha sodir etilishi boshqa sabablar omil bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining topshiriq xatiga asosan mazkur toifadagi ishlar yuzasidan umumlashtirish ham o'tkazildi. Umumlashtirish natijalari bo'yicha ushbu toifadagi huquqbuzarliklarni oldini olish hamda jamoat tartibini saqlash borasida tegishli vazifalarni, shuningdek huquqiy targ'ibot hamda profilaktik tadbirlarni amalga oshirish, surishtiruv organi tomonidan aniqlangan qonun buzilish holatlarini muhokama qilish, shuningdek chora tadbirlar belgilash maqsadida Surxondaryo viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga munosabat bildirildi. Bundan tashqari, jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlari sudyalari tomonidan mayda bezorilik harakatlarini oldini olish, shuningdek huquqbuzarlik va jinoyatlarni barvaqt oldini olish borasida joylarda huquqiy tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.